Xayrli kech. Assalomu alaykum hammaga. Soat 1dan o'tdi, uzr. Endi uxlamaganlar bo'lsa ko'rib like bosadi yo bir fikr bildiradi. Buxoro viloyat Olot tuman. Endi Olotda yashayman. Kasalxona doktorlar hammasi yaxshi joyda, yotadigan mana qolib yotadigan davolagan kasallarni xonalarni sharoiti zo'r, televizorlar hammasi yaxshi, zo'r. Bitta narsa muammo, nanam endi pensiya olalar, plastiklar bor. Masalan, biza borib bilmasak yo akam, masalan, Jondordan kelib bilmasalar yo apam kelib bilmasa yo domotim Rossiyadan, masalan, singlim bor Rossiyada. Ular puli bor bilmasa, hozir endi yerda qit'i internet nosozlik ham yo'lda puli borish nimasi bor, problemasi bor. Plastikga tashab qo'ysa ham yo biza plastiklarga tashab nima qilsak ham borib bilmasak ham shu kasalxona dadam yonida, dadamga qaranglar. Biza yotib bilmaymiz, hammamiz bachamiz, bu oilamiz shunaqa degan tushunasizlar. Shu uchun bankomat bor. Masalan, Olot bozor yonida bor bankomat 3 ta 4 ta. Balsaga borishdan oldin bir necha yuz metr arasi bor. Lekin mana og'ir kasal yotadi yo mana yonda odam bo'lish kerak, shunaqa kasallar yotadi. Plastik bor, masalan, puli borda, hozirgi yosh, masalan, yoshi o'tganlar, yosh mana qarilar uncha kelik degan narsani tushunmayman. Masalan, nanam ham oddiy telefon tushunadi, bunaqa sensor telefon tushunmaylar. Oddiy telefon kelsa gaplashalar, tushunay. Plastiklar bor, masalan, pul tashab nima qilsak ham kilikdan ishlatib bilmaylar-da, plastik yo'llarda. Plastik masalan olib borib bankomatda pul yechib olib biladilar. Shu uchun ham mana shu Olot tuman kasalxona katta shu Balisani yoniga bitta yaqinrog'iga, endi bor yaqin deymiz, biz uchun yaqindir, endi kasallar yonida yotgan odamlar uchun yaqin emas u narsa. Shu yorrog'iga mana aptekalar ko'p, zakon hammasi zo'r, aptekalar bor, stalovoylar bor, yaxshi gap yo'q. Shu vaqti yaqinrog'iga bitta bankomat qo'ysalar, plastik bilan yechib ana pul qilib ishlatish uchun yaxshi bo'laydi. Shuni aytmoqchiman. Agar kim ko'rib kuzatadigan bo'lsa, masalan, men bankda tanishim yo'q, men endi masalan buni aytib nima qilaman, o'zim taklif fikrim bildiraman. Shuni qo'llaydiganlar bo'lsa, shu Balisani yo'rrog'iga bir bankomat bitta sharoit qilsalar yaxshi bo'laydi-da. Shu onaxonlar uchun, otaxonlar uchun, shu yosh katta odamlar uchun, yotadigan odamlar uchun. Hamma ham endi kilik tushunavermaydi-da. Shuni aytmoqchi edim. Qo'shilarsizlar fikrimga?